Uy sharoitida psixologik birinchi yordam. Mabodo eri bilan urushib qoldi yoki qaynonasi bilan. Juda ham stress holatidasizda yoki gapingizni gapirolmadingiz, tishingizga qo'ydingiz, ha? Da чтоб ты tun ichidan nafrat chiqib kelyapti. Qayerda u nafrat? Yana o'zini ichida bo'ladi. Zaharni o'zi bilan olib yuradi. Mana shunaqa paytda vidih orqali chiqarish mumkin. Tasavvur qiladi, mana shu yerda qaynonasi o'tiribdi. Ichidagi hammasini gapirib chiqaradi, ovoz chiqarib. Albatta uyda hech kim bo'lmasligi kerak. Texnическая безопасность, iltimos, insonlar, ayollar. Salgina pichirlab chiqarsangiz ham bo'ladi ovozni. No, главное ichingizdan chiqsin, mana bu yerdan chiqish kerak. Lekin filtrdan o'tkazmaysiz, bosasiz, boricha vidih qilib chiqarish kerak. Tushunasizmi? Prям ichidan chiqarish kerak. Bor yo'g'i 3 minut, 5 minut qilingan mana shu sessiyada sug'urib jonni olgandek bo'ladi. Prям mana shu so'lib, mana shu yotib qoladi просто. Обычно embrion shaklida yotib qoladi odam. 10 minut, 15 minut yoting, tekis bo'lib yotib, yerda o'zingizga yoqadigan musiqani qo'yib, keyin spokойно nafas oling. Nafas olayotgan paytda tog' yon bag'irlarda yotibsiz, hamma joy shunday chiroyli, shunaqa muzika ham qo'yish mumkin. Qushlarning ovozi, suvni shildirashi, tasavvur qilasiz, yerdan kuch olayotganingizni. Holatingiz butunlay o'zgarishni boshlaydi. Siz mana shu stress gormonida yurganingizdan ko'ra yaxshisi mana shu harakat orqali chiqarishingiz mumkin. Sizdan bir 15 minut vaqt ajratiladi o'zingiz uchun.